Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İkran aldığı gelgen barlık kırımdaşlardan Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ismini zikir kıygan, onun salat yollagan, onun durut yollagan bir ilahi bilen bu programımızda başlagan bulduk. Bugün kalbimizde kömülüp ketken erkinlikni, kalbimizde unutulup ketken erkinlikni sırtqa çıkarış üçün, onu yortuş üçün, onu dünyaga jakalaş üçün erkin fikir, erkin söhbet namıda bir kıyrindaşlar bilen ortak şekilde bir söhbet elip bakmakçımız. Maksat Allah'tan başkadan kokmagan şekilde özümüzdeki fikirlerini uçuk yoruluk bilen, azadlık bilen oturup koyuş. Hem birlikte, hem maksatda, hem seferde bu Xitay'a karşı mücadelemizde ittifaklaşıp birlikte kıyrindaşlığımızın cari kıldırış için ikran arkalık bu internet dünyasında Uygur halkınınki sırtlı yaşavatkan muhacir kıyrindaşlarınınki bunun keyinki davamlı kadimimizden, dostluğumuzdan, kıyrindaşlığımızdan takım çoğun kuruluş için bir yerde bugün bir sohbet edip barımızız kıyrindaşlar. Bugün sohbetimizden temaları bir qancha xil temini öz ichiga oladi, mavzuni öz ichiga oladi. Yani bugün biz necha vaqtdan beri e'longa yozib qo'yganimizga o'xshash biz chet elda ko'rgan musibatlardan birisi chet elga muhojir bo'lib chiqqandan keyin kimseninki, yani bir kimning qo'limizdan tutmasligidan iborat bu
bu narsalarga buningdan keyin xotim berish uchun va chet elga chiqib xizmat qilayotgan insonlarning qarindoshlarninki zarbiga uchqisi uchqidiki, ammo mukofotlanmasligidan iborat bu salbiylikka xotim berish uchun va chet elga chiqqandan keyin gangirab qilib o'zimizning mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, yo'limizni topolmasligimizdan iborat bu salbiylikka ham xotim berish uchun qarindoshlar bilan o'rtaq shaklda bir qancha temani bugun hal qilishga tirishamiz. Albatta ijtimoiy organlarimiz bo'lgan tashkilotlarda va maktablarimizda, madrasalarimizda yaxshi o'qiganlarimizni mukofotlaydigan, ularni desteklaydigan, rag'bat beradigan holatlar yuz berib kelyapti. Ammo bo'libmi siyosiy yo'nlarninki hayotida, siyosiy rahbarlarning hayotida bizning xalqimiz shu Sharq Turkistonda bo'g'ilayotgan, zulm qilayotgan qarindoshlar uchun xizmat qilayotgan insonlarni rag'bat qilish, ularga yaxshi so'z qilish, ularni bir mayli oqisidan, mayli oldidan maqtab qo'yish, ularga rag'bat yuzasidan bir mukofot berishni o'rganishimiz uchun bugun bu yerda amaliy naq maydonda bizningki qarindoshlarimizdan birini mukofotlash xizmatini, ya'ni darsini ilib boramiz. Maqsad bir-birimizni mukofotlashni o'rganish, bir-birimizni yaxshi ko'rishni o'rganish, bir-birimizga rag'bat berishni o'rganish, bir-birimizni qo'llashni o'rganish, amaliy maydonda faqatla og'zimizda tabliğ ahkam va'zlarda deb qo'ymasdan, balki amaliy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki shu ig'izidan chiqqan har bir hadisni amaliyotga tatbiqlagan hayotini ko'rganligimiz uchun biz bu yerda amaliy Rasulullohning sunnatlarini ijro qilish uchun bugun bir qancha xil masalalarni deyishimiz. Va uningdan boshqa bizning qarindoshlarimiz ichida muhojirlarning ichida nihoyat aqlliq, nihoyat planliq, nihoyat ko'p ishlarga kallasi ishlaydigan qarindoshlar bor. Ammo qanday qilsak bu fikrlarni, bu inkaslarni, bu plan projelarni bir yerga kelamiz deb bugungacha nurg'un qarindoshlarning qalbida plan projelar bo'lsa-mu, o'ttirib atanmaganlik uchun bu ikronimiz orqali bo'lsa-mu, ularning ig'izidagi, ularning qalbidagi plan projelarni anglaymiz va inkaslar orqali ko'rish orqali biz buningdan keyin nima ish qila olamiz? Chet elda mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli tashkilotlash jihatdan bo'lsin, mayli oddiy bir fuqarolik holatimizda qanday o'zimizning rolni joriy qildiramiz? Hatto buningdan keyin bizga bo'lib kelayotgan xristianlarningki, Xitoyninki, hatto biz chet elda yashayotgan muhojirlarni yo'qotishdan iborat bu projelarga qarshi turish uchun, chet eldagi muhojirlik mavjudiyatimizni saqlab qolish uchun qanday qila olamiz degandek masalalarda proje planlarni o'ttirib qo'yishdan iborat bu masalalarni qarindoshlar bilan o'ylashimiz. Aziz qarindoshlar, hammalarga ma'lum, chet el hayotimiz boshlandi, temtirdik, nurg'unlagan qiyinchiliklar uchragan bo'ldik. Ko'p dardlarni, mushkulotlarni beshimizdan o'tkazdik. Davomli tamg'i ustib yurishimizdan, davomli katanga tushirishimizdan hech hojati yo'q. Buningdan keyin to'g'ri bir yo'lda, to'g'ri bir qadamda, qalbilik bir hayotga qadam qo'yishimiz uchun davomli suhbat elib berishga to'g'ri keldi. Suhbat bizning qarindoshligimizni kuchaytirdi. Suhbat bizning yo'limizni ichib berishni, nur, oydinlik yo'ritib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan hayoti sahobalar bilan davomli suhbat o'tkazdi. Alloh bilan so'zlashdi va Allohning so'zini insonlarga yetkazish orqali avvalgi qadamda bir shura, bir maslahat kengashini hozir qilgandan keyin butun dunyoga o'zining maslahatini, o'zining shurasini, o'zining ovozini, o'zining xush bishoratini va ogohlantirishini dunyoga yaydi. Bizmi ham Rasulullohning ummati bo'lish sifatimiz bilan u sunnat bo'lgan suhbatlashish orqali qarindosh bo'lamiz, qarindosh bo'lish orqali mu'min bo'lamiz, mu'min bo'lish orqali Allohning jannatiga kirishga biz qana qilamiz, mujodala qilamiz. Uning uchun bu ikkiranning oldiga kelgan butun qarindoshlarimizninki qo'rqmasdan, Allohdan boshqadan qo'rqmaslikdan iborat la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan bu so'zningki ma'nosini haqiqiy turda ijro qilib, hech narsadan qo'rqmasdan la yaxafuna lawmatal laim bo'lgan, ya'ni hech qanday bir lavomat qilg'uchi, ya'ni bizga ta'an top qilg'uchi, bizning ustimizdan so'z qilg'uchi, mayli g'aybat qilg'uchi bo'lsin,
mau bir narsa deb qolamiki, ya so'zim xato bo'lib qolamiki, ya unda qolamiki, bunda qolamiki degan qo'rqinch ichida emas, balki o'zimizning fikrini erkin o'tirib qo'yib, Alloh bizga bergan bu erkinlikni ishlatish orqali bu suhbatimizda erkin so'zlashni, erkin fikrni o'tirib qo'yishni, erkin inkos qilishni, tanqidimiz til tayoq, qo'pol so'zlar va haqorat so'zlari bilan emas, amaliy qalbimizdagi qarindoshlik muhabbatimiz bilan bir-birimizga o'zimizningki plan projelerini ko'rsatish orqali buning kechadagi hayotimizda qanday qilsak bir to'g'ri yo'l, to'g'ri hayot, to'g'ri mujodala, to'g'ri iqtisod qatorliq narsalarni qo'limizga keltiramiz degan masalalar ustida bugun bu yerda qisqacha kengashimiz aziz do'stlar. Va bugun bu yerda bizningki Uyg'ur qarindoshlik jamiyati tarafidan bir qarindishimizga mukofot beramiz naq maydonda. Bu mukofot berish faoliyatiga butun qarindoshlar o'rtaq qatnashadi. Hammaylar o'rtaq bir-birimizga sahip chiqqan, bir-birimizga rag'bat qilgan asosda uxlamasdan, uyg'oq holatda, jonliq holatda bu faoliyatga qatnashimiz aziz qarindoshlar. Uningdan boshqa biz necha vaqtdan beri planlab kelayotgan Uyg'ur qarindoshlik jamiyatiningki internet orqali dars beradigan kursimiz, ya'ni internet darsxonamiz bugun rasmiy bu yerda quriladi. Albatta qarindoshlar bilan o'rtaq quriladi, xalqimiz bilan o'rtaq shaklda quriladi, o'rtaq shaklda maslahat qilinadi. Buni qanday taraqqiy qildirish, buni qanday ilib menish masalalarida qarindoshlar bilan o'rtaq paranglashimiz. Ekranda bizningki telefon nomerimiz yozilib, inshaalloh har zaman qarindoshlar naq maydonga telefon berish orqali bizning buningki xizmatlarimizni qanday qilib menish. Bu internet tor darsimiz, ya'ni bolalar tor darsi qaysi shaklda ilib mangdi, ilib beriladi. Bu jihatda qarindoshlardan men maslahat va kengash talab qilaman. Qarindoshlar chekinmay, tatinmay, erkin azodi shaklda bu yerda o'zining fikrlarini o'tirib qo'ysa bo'ldi aziz do'stlarim. Aziz qarindoshlar, bizningki necha vaqtdan beri uyg'onmagan qalbimizni Xitoyninki zulmi birlashtirdi, uyg'otdi. Namoyishlarimizda, yig'inlarimizda 15, 20, 30, 40 adam ko'rgan 10 yillik, 15 yillik, 20 yillik chet eldagi siyosiy hayotni boshdan kechirdik. To'satdan Xitoyninki bu zulmi tang uningdan balki 10 essa, uningdan balki 100 essa avib ko'payib har qanday bir Uyg'urni qinida Uyg'urningki qini, ya'ni tomirda Uyg'urning qini qilayotgan har qanday bir Uyg'urni uyg'otdi. Bugungi kunda hammaylar uyg'onish tarafga qarab yuzlandik inshaalloh va uyg'onish jarayonida nurg'un qahramonlar, nurg'un qarindoshlar, nurg'un mujodala qiluvchilar, nurg'un bizningki Xitoyga qarshi erkinlik jangchilari o'tirg'i chiqdi. Ko'ryapmiz, har yerda o'zining ovozini anglatyapti. Shularning ichida qarindishimiz bo'lgan bugungi mukofotningki sohibi bo'lgan Abdurahmon Hasan Baba, aslida bu ismi Tecelli mukofot fondi tashkillagan bir mukofot. Bu Tecelli hammanglar bilasizlar, Husaynxon Akbar Tecelli aynı zamanda bizningki qog'liq noyasi tug'ilib o'sib, shu yerda ilm ilib, shu yerda olim bo'lib, necha xil tilni o'ziga mujassam qilib va ilmi tibobatda yetishib chiqqan bizningki doktor olimimiz Husaynxon Tecellining nomida bir mukofot fondi tashkilladik va bu mukofotning birinchi mukofotini bugun qarindishimiz Abdurahmon Hasanga naq maydonda bu tor dunyosida sunamiz. Maqsad bir-birimizni mukofotlashni o'gitish, hadiya berishni o'ginish va o'gitish, bir-birimizga rag'bat berishni. Qarindishim sen yaxshi qilding, qarindishim sen obdan qilding, qarindishim olg'a ilgirlang, qarindishim qandoq yordam lozim, qarindishim bizga bir ehtiyojing bormi, qarindishim biz sen uchun nima ish qilib beralaymiz, qarindishim sen shundoq jafo chekyapsa biz seni kuldirishga harakat qilamiz, biz seni xo'sh qilishga harakat qilamiz. Biz seni qandoq qilsak ko'ngling xo'sh bo'ladi. Chunki sen vatan millat uchun, chunki sen shu mazlum xalqimiz uchun ko'krab kirib o'tirg'i chiqding. Shuning uchun bizning bu oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, bizning bu sana mukofotimiz deydigan bir ideyani, bir aqlni, bir iymonni o'rganishimiz uchun bugun naq maydonda qarindishimizni sizlar ekranda ko'rib turayotgan bu mukofot bo'yimi orqali mukofotlaymiz. Bu mukofot bo'yimini Bilgiyar
texnik mülazimet şirketi tarafidan şu yerda yasatdık. Shularning e'loni bo'lib qolsin inshaalloh. Qayerda bir Uyg'ur qarindishimiz egilik tiklaydi ekan, qayerda bir Uyg'ur qarindishimiz dukka ochadi ekan, qayerda bir Uyg'ur qarindishimiz restoran ochadi ekan, qayerda bir Uyg'ur qarindishimiz bir ishni planlaydi ekan, qayerda bir Uyg'ur qarindishimiz bir tashkilotni qurdi ekan, uning e'lonini qilish, uningga destek berish, uningga rag'bat berish bizningki vazifamiz aziz qarindoshlar. Uning uchun men ularning ismini tilga olaman. Bu yerda 15 kun ichida bu buyumni yasab chiqqan bo'ldi. Sharq Turkistonninki xaritasi tushirilgan bir kristal aynakdan iborat. Uningda sizlar ekranda ko'rib turgandek Sharq Turkistonning ko'k bayrog'i bor. Buni 3-oyning 1-kunisi biz qarindishimiz Abdurahmon Hasanga Istanbulda yetkazdik va bu programmamiz keyinga surilib ketib qoldi. Boshqa programmalarning suhbatlarininki qisqalganligi, siqishib kelganligi tufaylidan. Xo'sh, maqsad yana takrorlayman, bir-birimizni desteklash, bir-birimizga rag'bat berish, bir-birimizni maqtash, kuldirish, xush qilish, uning ehtiyojini qamdash, uning hojatidan chiqish, uningga qo'limizdan kelgan imkoniyatni berish, uni cho'kirib o'tish, uni tortib o'tish, uni hasad qilish, uni vayron qilish, uning keyindan fitna fasod qilib yuz obro'yini to'kib o'tish emas, uni ko'tarish. Chunki hammanglar bilasizlar, biz bir raxtga o'xshaymiz. Raxtning o'ttirisidan tortsak, hammiyatan ko'tariladi. Ostiga tortsak, hammiyatan tortiladi. Xalq raxtninki shu yiplarga o'xshaydi. Bir qarindishimizni cho'kasak, hammaylan tang cho'kimiz. Bir qarindishimizni ko'tarsak, hammaylan tang ko'tarilamiz. U xoinli bo'lmasa, biz o qarindishimizni Uyg'ur bo'lganlik uchun, musulmon bo'lganlik uchun, Sharq Turkistonning bir garajdoni bo'lganlik uchun biz unga rag'bat berishga majburmiz. Uningga yordam qilishga majburmiz. Har zaman iymoniy va vijdoniy burchimiz bilan uning yonida turishga biz majburmiz. Mana bu insoniy axloq. Chunki bizdan boshqa millatlar buni qiladi. Biz Tungallarning orasida 5-6 yil yashadik. Biz arablarning orasida 4-5 yil yashadik. Biz turklarning orasida 2-3 yil yashadik. Bugun 7-8 yildan beri Hristiyanlar, Yahudilar, Nasaralarning orasida Yevropa dunyosida yashayotimiz aziz qarindoshlar. Har yerda destek, rag'bat, ko'tarish, qo'llash, uni yaxshi qilding deyish, qarindishim taxmi ilgirla deyish, taxmi ilgirla, kuchigin, taxmi yaxshi xizmat qilgin deyish bilan biz o'rlaymiz, biz uni dunyo hayotida ko'ryapmiz aziz qarindoshlar. Yot millatlar qaraydigan bo'lsak, desteklayotganligini, qo'llayotganligini ko'ryapmiz. Albatta bizma ham desteklayotimiz, qo'llayotimiz, ammo faqat yetarli emas. Xuddi so'zimning beshi deganimizga o'xshash, chet elga chiqqandan keyin 10 yillargacha bizning qo'limizdan tutgan bir odam chiqmadi. Ammo Allohning rahmati bilan bugungi kunda qurilgan tashkilotlar, chiqqan rahbarlar, liderlar, siyosiylar, ustozlar kishilarning qo'lidan, ya'ni bu muhojir qarindoshlarning qo'lidan tutishga boshladi. Ammo buningdan keyin taxim qo'limizdan tutishmasak, taxim ittifoqlashmasak, taxim bir-birimizni yo'lamasak, taxim bir-birimizga rag'bat bermasak, taxim bir-birimizni so'ymasak, yaxshi ko'rmasak, qanday bo'lamiz? Xitoy chet elga hujumni boshladi aziz qarindoshlar. Hujumni boshladi. O'tgan qitimlik qilgan programmada ishlatgan sistemam taqo'tilib, men buda yangi bir sistema tepib, yana uni qilyapman. Bugun uning oldida qilgan programmam sistemi taqo'tilib, men yana boshqa bir sistema orqali qilyapman. Albatta bu ko'rishishimizmi bizga bir ne'mat bo'lib qoldi qarindoshlar. Uning uchun biz davomli ittifoq holatda, kuchli holatda, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli har qanday bir shaklda bo'lsin, bir-birimizni desteklamay bizning mavjudligimiz chet elda mavjud bo'lib turolmaymiz aziz qarindoshlar. Chunki Yevropa hayotida, Amerika hayotida, Turkiya hayotida Xitoyninki naqadar kuchlanayotganligini ko'zimiz ko'radi. Biz kuchlanib bir mush, bir o'q, bir bomba bo'lib ching turib olmasak, Xitoy bizni yavutadi, shu davlatning qo'li orqali mi yavutadi, shu diktator hokimiyatlarning qo'li orqali mi yavutadi, shu xoin sotqun, masalan O'rta Osiyoda yuz berdi. Masalan Pokistonda yuz berdi. Masalan Kambodjada yuz berdi. 109 qarindishimizni Kambodjadan Xitoy tushib ketdi. Shu diktator, zolim, terroristninki do'sti Kambodja hokimiyatininki bizni sit o'tishi bilan nurg'un insonlar yoki tajovuzchi,
va yoki diktator hokimiyatlar yana setib o'tish uchun qanday qilyotidi, so'dlashyotidi, bel bog'layotidi. Biz setilib ketmasligimiz uchun bir mush bo'lib, kuchli bir holatga o'tib olmasak, yaqinqi bir zamonda boshqalar bizni setib o'tadi qarindoshlar. Kalaning beshiga kelgan kun muzeyning kegim keladi. Bugun Abduqodir yapchan turmudi bo'lsa, atogin yana birsimiz keladi. Bugun birsimizni zehirlab o'ltirib etgan bo'lsa, atogin sizni va meni zehirlab o'ltirib o'tadi Xitoy. Uning uchun biz bugun aqlimizni tepib, bir-birimiz bilan turkcha kanatlanadigan, bir-birimiz bilan zanjirlanadigan, bir-birimiz bilan quchoqlashadigan, bir-birimiz bilan ayrilmas shaklda va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu oyatiga chim esilib, bo'linmasdan birlikda, bir maqsadda, bir niyatda tashkilotlarimiz ko'p bo'lsa-mu, guruhlarimiz ko'p bo'lsa-mu, tushunchalarimiz ko'p bo'lsa-mu, faqat dinimiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lganligi uchun, vatanimiz Sharq Turkiston bo'lganligi uchun, dushmanimiz Xitoy bo'lganligi uchun, millatimiz Uyg'ur bo'lganligi uchun, kitobimiz Qur'on bo'lganligi uchun biz har turli tushunchalar bilan ittifoqlashamiz. Her türlü teşkilatlar bilen ittifaklaşımız. Çokum senin teşkilatın, benim teşkilatımga tabi boluş gerek. Senin düşüncen, benim düşüncemge tabi boluş gerek. Sen bana okşaş gap kılışın gerek, bana okşaş fikir kılışın gerek emas. Sen özünün fikirde kalgın kardeşim, ben özümün fikirde kalıma. Ama düşmanımız bir, biz ittifaklaşımız, ittifak şekilde hemkarlaşımız diyen, bana şu şekilde biz birleşini çıkaşırışka terişimiz aziz kardeşler. Abdurrahman Hasan qarindishimizni ekranga taklif qildim. Hozir ekranda ko'rishimiz inshaalloh. O'zininki ota-onasining turmudi bo'lganligi tufayli o'qning pulini men beraman, onamni chiqib etib o'tinglar degan qarindishimiz dunyo miqyosidagi tashviqot sohasida xeyli bek darajada Uyg'urlarning ovozini chet elga anglitishga sabab bo'ldi. Aslida Abdurrahman Hasan qarindishimizdanmi jiq xizmat qilgan qarindoshlarimiz bor. Bu yerda faqat bir-birini silishtirish emas, 20 yildan beri, 30 yildan beri, 40 yildan beri mujodala qilayotgan tashkilot boshliqlari, shaxslar, cho'nglarimiz bor. Ammo biz bu xalqimiz ichidan chiqqan, o'zaro aramizdan chiqqan insonlarning texmi ko'p bo'lishini maqsad qilib, ishni kichikdan boshlashni maqsad qilib, bu birinchi qatimliq tajalli mukofot fondininki birinchi qatimliq mukofotini qarindishimiz Abdurrahman Hasanga berimiz bugun. Ya'ni bu kristal taqdirnoma bilan 1000 TL moddiy turk pulini qarindoshlarimizga berimiz. 500 TL'sini men şahsen bu Uyghur qarindoshlik studiyasi nomidan qarindishimizga beraman ve 500 TL'sini naq maydonda qarindoshlarimiz, bunu anglayotgan qarindoshlarimiz chiqirimiz. Men ba'sammi bo'ladi, bizning jamiyatimiz ba'sim bo'ladi, ammo Uyg'ur xalqi, muhojirlar bir-birimizni mukofotlashni o'rganayli, bir-birimizga hadiya berishni o'rganayli uchun o'rtaq ro'yobga chiqiramiz bugun. Agar hech kimdan chiqmasa, buni biz yana Uyg'ur qarindoshlik jamiyati to'liqlab 1000 TL pul bilan shu taqdirnomani qarindoshlarimizga sunamiz. Albatta qarindishimiz ayni zamanda bu mukofotni olishni xohlamsiz degan vaqtida bu 4 kishini mukofotlamoqchi bo'ldik jamiyatimiz, ammo birdan bo'lsin deganni maqsad qilib, kim Xitoyga qarshi vatan millati uchun, dini uchun bu millat ichida xizmat qilsa, buningdan keyin cho'qim mukofotlanadi inshaalloh. Birdan mukofotlaydi deb avval Abdurrahman Hasan qarindishimizdan boshlayli deyishgan bo'ldik. Shuning uchun qolgan qarindoshlar sira bilan kelsa bo'ladi. Albatta kim xizmatni yaxshi qilsa, bu mukofot davomli ularga beriladi. Altın medal, gümüş medal, mis medal, taqdirnoma va naqd pul davomli mukofot berildi. Albatta bu mukofotning summasi yanlam Sharq Turkiston xalqi va chet eldagi muhojir qarindoshlar buni qalbidan chiqarib bu qarindoshlarimizni mukofotlaydi. Xuddi Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mukofotlaganga o'xshash. Xuddi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni mukofotlaganga o'xshash. Xuddi sahobalar tabiinlarni mukofotlaganga o'xshash, tabiinlar varisatul anbiyalarga mukofot bishoratlarni qo'yib qo'yganga o'xshash.
Allah subhanahu ve taala dünyada iki xil işni dünyanın neticesi kıldı. Ahirette bu iki netice insanların aldığı hazır buludu. Birisi cezalaş, birisi mükafatlaş. Yani cennetten ibaret bu mükafatını Allah subhanahu ve taala bizim aldığımız koyup koydu. Allah başlagan bu sünnetini biz aramızda kengaytadigan bolsak, köpeytadigan bolsak, taraqqiy qildiradigan bolsak, Allah bizga yordam qiladi. Bugün bütün dünya titrayotgan, qo'rqayotgan ashu Xitoy zolim terrorist hokimiyatiga qarshi Allah subhanahu va taolo o'zining ababillarini evatish orqali, o'zining qo'shinlarini evatish orqali, o'zining jundullohsini, o'zining farishta malaklarini evatish orqali ularni kun-paykum qiladi. Inshaalloh bir kechada, balki bir kechaga yetmagan vaqt ichida Xitoy zolim hokimiyati vayron bo'ladi, og'diriladi. Biz o'zimizning erkinligiga erishimiz, biz o'zimizning dini erkinligiga erishimiz, biz o'zimizning milliy erkinligiga erishimiz, biz o'zimizning Sharq Turkiston mustaqil davlatimizda yashaymiz, biz o'zimizning shu erkin tog'larimizda, davollarımizda, daryolarimizda, bog'chilarimizda o'zimizningki shu issiq va tamlik va ranglik mevalarimizdan yelaymiz. Shu daryolarimizni chumilalaymiz. Shu vatanning tuproqlarini furyalaymiz aziz qarindoshlar. Allohga yaraydigan bo'lsak, Allohning sunnatini zaminda o'rindaydigan bo'lsak, Allah subhanahu va taolo bizga bandisini mukofotlash orqali mukofotladı va bizga buni sunnat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadiya beringlar, hadiya berish qanday qiladi? Hadiya berish qarindoshliginglarni kuchaytiradi dedi. Qarindoshligimizning kuchaytishininki amaliy vositalaridan birisi hadiya berish, bir-birimizni mukofotlash, bir-birimizni maqtash, bir-birimizning ko'nglini o'stirib qo'yish, qarindishim deb bir-birimizga go'zal, xo'sh tabassum bilan qarash, tabassum qilish aziz qarindoshlar. Xo'sh, bugun birinchi vazifamizni o'rindasak, Alloh subhanahu va taoloning bizga buyurgan vazifalaridan, ya'ni ko'rsatmalardan birisi bo'lgan hadiya berish, ya'ni bu taqdirnomani qarindishimizga men bu yerda fikran yuzda berma, ammo taqdirnoma qarindishimizning qo'lda bor hozir va qarindishimizning yaqinqi xizmatlari qanday bo'layotidi, men uni so'rayman. Qarindishimizningki qalbidagi so'zni bo'lgandan keyin ikkinchi planimiz, ikkinchi nimamizga, programmamizga o'tib ketamiz aziz do'stlar. Assalomu alaykum. Qarindishim Abdurahmon Hasan, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Va alaykum assalom. Allohga shukr, yaxshi, rahmat. Sizni yana bir qatim ekranda ko'rdik. Mencha siz chet elga muhojir bo'lib chiqqan qarindoshlarning ichida nihoyat tez suratda eng dangliq, eng mashhur ikronlarda chiqqan qarindoshlarimizning birisi. Ya'ni biz bundaq tashviqotchi bo'lish sifatimiz bilan, da'vatchi bo'lish sifatimiz bilan bundaq chiqibla chet elga chiqibla bundaq bir şans, bundaq bir omad, bundaq bir güzel bir vazifani o'rindayan bo'lgan to'q, ammo Alloh subhanahu va taolo sizga berdi uni. Allah taximo buni ko'paytib bersin, taximo kuchlantirib bersin, qadamlaringizni Alloh subhanahu va taolo taxim mazmun qilib bersin. Siz chiqqandan keyin nurg'un televiziyalarda chiqqan bo'ldingiz. Mayli Istiqlol televiziyasida bo'lsin, mayli bizningki Uyg'ur qarindoshlik naq maydon kanalida bo'lsin va boshqa kanallarda davomli chiqib, xalqimizning dardini dunyoga anglitishda rol o'ynab kelyapsiz. Burun programmalarimiz zaten siz to'g'rilib ko'p to'xtaldik. Ammo yaqindan beri siz qanday xizmatlarni qilyapsiz, buni ancha-muncha to'g'rilarda ko'rib turyapmiz. Shunday bo'lsin, o'zingizning og'zidan anglashdan burun biz sizga bergan bu mukofotni qabul qilishingizni umid qilaman. Bo'lsa jamoatga mukofotni bir ko'rsatib etsangiz, qabul qilamsiz, qilmamsiz, uni o'zingizdan so'rashimiz kerak. Rahmat, qabul qilaman. Bo'z ikkalanta qarindoshlarga mukofotni ko'rsatib qo'ysangiz, chunki xo'sh olsin deymiz qarindoshlar. Chunki bu mukofot Uyg'ur qarindosh jamiyatidan bilgan bo'lsa, bu Uyg'ur xalqining bergan mukofot deb qarayman. Albatta. Bu yana so'zingizga bir kelsak, bu Uyg'ur xalqininki sizga bergan mukofoti deb qarasak bo'ladi, chunki bu faqat bir jamiyatninki bir nimasi emas. Bo'sma o'ng tarafga yana tutsangiz, undan keyin bizga o'ng ko'rindi ekan. Ana ma şekilde o'ng tarafga tuting.
Biz tarafga ko'rsating, oldi tarafni biz tarafga. Shunda bo'lganda bizga o'ng ko'rindi ekan. Hem ko'radimi? Endi yaxshi ko'ranlar oldi inshaalloh. Xo'sh, nima uchun yana buni qayta tilga olasizlar desanglar, xalqimiz o'rgansin, muhojirlar o'rgansin demoqchiman. Xo'sh, so'zni sizga beraman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat barliq vatandagi zindonlarda, maktablarda, misol o'quvchilarimiz oyda bir misollarda degan xabarda boshlang'ich maktabning bolalarini 15 kun ya oyda bir qilganligi bularga maktabda. Chunki bizning lagerda turmadalar nurg'un qarindoshlarimiz ular bir ecelinin kelişip bir cennet çıkışını arzu kılatkan bo'lishi mumkin. Chunki o xorliqqa odam chidash mumkin emas bir hayot yashadi da. Shuning uchun bu mukofotni xalqimizningki sadosi deb qabul qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Xalqning hiyat qilgan Uyg'ur qarindosh jamiyatiga alohida rahmatimni bildiraman. Rahmat. Men bir to'rtta qizga so'zimni so'zlay. Bo'ladi. Ani qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Qo'lingiz telib qolmas. Siz söz qilishdan oldida men qarindoshlarga bir narsani tavsiya qilsam, aziz do'stlar, bir-birimizni qo'llashni o'rganaylik. Men shaxsan yoki bizning bu Uyg'ur qarindoshlik studiyasi bir Uyg'ur bo'lsa, xoin bo'lmasa, Xitoyga setilgan xoin bo'lmasa, biz o qarindoshimizga rag'bat beramiz, bundan keyin uni desteklaymiz. Uni mayli iqtisodiy jihatdan bo'lamdi, mayli har xil jihatdan uni rag'bat beramiz. Shunga sizlarmi meni qo'llanglar. Bu programma ne'mat bo'lib qolishi mumkin aziz qarindoshlar. Ya'ni ikki qitim meniki programma qildigan torbitim taqaldi. Ya'ni uning uzilib ketmab 3-chisini qilib o'taman. Shunga buni bir hambarlash konipkisini bilsanglar qarindoshlar. Bizning programmalarimizni bir tal konipkini besib qo'ysanglar, demakki Uyg'ur xalqi bir-birini qo'llashni o'rganibdi. Ninki boshlanishi bo'ladi. Şun davamlıq əmbəhliləş konukisini besişanlarını ümid qılım əziz dostlarım. Xoş, Abdurrahman Həsən qarindişim, söz sizində. Mən yapma. Yani yaxınqı zamanda qanday bir xizmətlərini qılıvatsız, onundan başlasaq taqım yaxşı boldu inşallah. Meniki hazır qılayotgan xizmətim mən mühacirətki misal bizga o'qiyotgan tashkilot rahbarlari, tashkilotdagi ustozlar, qarindoshlar, siyosiy liderlarniki, bularniki mayli tashviqot sohasida bo'lsin, mayli axborot, mayli nima diplomatik munosabatlarda bo'lsin, bularni qilib biroz yaxshi ketib turibdi. Bulardan axirlaridan qo'shildim. Lekin menga o'xshash xalq vatandagi o'nlab bizlar qarindoshlar turma tashlangan yoki xo'rlash lageriga qochilangan bu qarindoshlarimizniki chiqib turayotganlarga ancha-muncha tarbiya qilyapman. Xo'sh. Chunki bizning chiqib turganligimiz bilan Xitoy Kompartiyasi zulmni to'xtatgan yer emas. Bu 5-4 million odam bor, buni qo'lda bizning matbuot sohalarida bizning qarindoshlarimiz aniq son yo'q degan mintaqadan aniq sonni Kompartiya bermaydi. Kompartiya faqat Cumhuriyet e'lon qilgani dunyo miqyosi shu sonliq ma'lumot bo'ldi. Bo'lmasa bu xalqimizningki qancha million nopus bor bu yerda. Bizning vatanga Xitoy Kompartiyasi cheganda aniq bo'lgan bir son bor. Buni turish to'g'ri kelib qoldi. Shu joyda 3 million 300 ming degan bir son bor, 3 million 600 ming degan bir son bor, ikki ma'lumot bor. Bunu bizden tarihçilerin bir qizib chiqishini ümid qilaman. Çünkü bu gapni deyish maqsad lagerdagi odamning soni qancha. Misol 2016da shu atalmış Abdul Rahimninki siyosiy komissari Qashqarda uning yezi qatlab qo'ygan ekan. Pasportda qo'yib o'tgan vaqtida 630 ming odamni tutib, ular o'chada lager qurilmagan. Bu türmegen jazo misal muddat kesim bilan qochilangan odamninki sonida endi Şinjan'da eminlik nimasiga yetishning bir bosqichi tamomlandi deb pasportni qo'yib o'tgan demakda xavf tugildi. Demak 2016 8-oylik gap bu.
Demek enin ilgirisi bu, misal bizde 300 ming, 400 mingdan tüven mahbus bo'lib bakan emas. Men tug'ilgan chog'ning vaqtida anglab turman, har xil ismlar bilan ism qo'yib, xalqim tutishda bo'lib kelgan. Demek bu 1 milyon adam şu yig'ilish lagerini qurishdan burun botdi. Demek bu sanni, musansipirni bir tarihi. Misal bugun men yashayotgan Turkiya Cumhuriyatida Mustafa Kemal davlat qurgan vaqtida aslında bazı öyle bu mağazanımız oldu. Şu vaqtda bir aniqlagan son 3 milyon 600 ming kishi bugun kuni 80 milyon kun. Lekin bizning vatanda bir ballaq bo'lishni yoki o'zining bolasini qo'g'dashni bir madaniyat deb biladigan ajoyib bir xalq bor. Bir insoniyatning hurmatini, adolatni qo'g'daydigan, ko'ngil biladigan va insoniyatni hurmat qiladigan bir xalq bo'lib. Demak, bu bolalarni ballaq bo'lishni baxt deb qaraydi. Kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin. Bugun qattiq keladimi, nurg'un jarimonani to'lab 8-10 balasi bor odamlar xalq ko'p bizda. Demak, bunda bir millatning nüfusini misol 30 milyon, 35 milyon deyilmayotganlar, 20 milyon deyilmayotganlar. Demak, bizning 2012dan boshlangan qaqsat bizlar bir siyosiy yo'l qo'yilgandan beri bizning 300 ming degan bir son qiz bolalarni ichkariga erkak bayqilish nomida yurak tutildi. Enondan keyin yana hozir qadam ketib borg'achdi bor. Misolma Urumchi, G'ulja, men tarafga bu taraf misol Qashqa, Oqsu, Xotan tarafidan Beytish nomida. Oyluğunu aldığım pul ya beyziko yukarısının tön özellik var. Bir aylık maaşı. Onun bağımızdan işkini bar gayrı o doğrularlar. Ve bunda sandan sırtı da misal bu lagerninki yetip mesela anamdan hikayesini depoldum etkende bu lagerinin kuruluştan burun mesela 1 milyon köp adam turmak çırpıldı. Enondaki lager kurulğanda kim bu? Bunun kapak tüygen, alaygan, maslaşmagan narxıl isim 2 yıldan açılgan bir siyasi eyipleşti buldu. Bunun da tutup ketken adam, misal adam qanbaqlıq. Bazı 15 ming bu say müşteriden tutuldu derdimiz. Yakın Abdullah Yalqın tutmuşumuz kelgen bir malumat, stan malumat. Onun da bizim öteninki yerim şehrin naib vilayetli yerimi var. Cık bas yerimi var. Fakat lager karta ketdi. Demek bu sanını 4 milyonda uçlap barayım. 2 milyonda adam turmada jaza teglik. Ma xorluq lageri mesela bu yezdi var. Bazı yezdinden ben de bir ayağa çıkış yezdini bilemem. 2014 yılda mesela bütün naida, bütün şehir vilayetinde çok turum selindi. Ben bu turumunki köygellerim ben yakenlikin gördüm. Konşanın yan turumuzda gördüm. Yansanıkın köygen buldum. Bu şu yerdeki yerli hükümetinin çoğun bu turumlar. 2014 tüp oldu. Mesela onun toluksuzdan mektaplarım tüpte Qashqarcha nasıl yeni çıkandıkin o devlet rayonunda. Bu mektaplarım pek çok. Bu mektaplar 15 gün bir çıkan okuşlu oldu. Hem de hazır bir ay götürüp onu. Demek başlangıçtan tatlı ta Şukur Üniversitesi dağıtça hem mesela ayda bir gün, ayda bir yaşam talaşılan gibi atanı görüşüdür. Bu avaldaki bu ahir lager meselesi mi? Bu lagerde bazı çoğun kenetler var. Bazı çoğun izlerin hemmesi var. Mesela bizi gelgen bu san bek az bir yanın sanlarında. Bizim vatandaşın opozisyon meselesinin bir tarihçilerimizninki Xitoy Kompartiyasi vatan kirgandan boshlab sansirliq ma'lumot necha o'zini e'lon qilgan, buni bir tekshirib, bu orqali bir mulohaza qilib, nobosni bir 20 yeb bo'lgan bo'lsa, misol bir 40 milyon, 35 milyon degan nobosni bir tavrindan o'tirib qo'ya oladigan, undan keyin bu odamni statistikaga chiqarib, turmush qancha odam bor, lagerda qanday odam bor. Bu lagerninga mening onamning qo'lida tozalik qog'ozi bor. Buni bizning hech bir ustozlar bilan ta'liq qilish bo'lmaydi dunyo. Demek anam alaylı bir memur kadr varlıktan alay terbiyelengen yerde tazlık kağız var yerde mesela adam ülevatkan yani bu nasıl anlatkan buldum. Çünkü ben bu xabarni etkileyen adamdan mesela hayat numarasını bilmeyemez. Onun eknasya Amerika'nın devlet mevzu bununla yolunu kirip oldu sınırı. Şuna basma kompartiye yap oldu mu ya hayat mı? Bu namalum. Demek bunu bir tarihli şirkette gerekti. Mesela benim ayağım durmaktan yerde bu tazlık kağız bilinmeydi o.
onunki hayat mamatını bilmeyim azı kavalda. Demek men endi tunji qatim Kompartiyaga birinchi qatimliq men qarshi bayonotni e'lon qildim. Ikkinchi qatimliq bundan cho'nroq chiqishi mumkin. Uchinchi qatimliq bundan balkim dunyo to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Chunki dunyo nisbatan hozir men telefon ko'rsatmadim desam bu gapim ishonmaydi. Lekin mening qishim kelsa men ishontirolmayman. Kim bo'lsa bu xil ahvolda men birinchi qatimliqni bir davoyimni anlatdim, dunyo otdim. Ikkinchi qatimliqda bu yaqinda uni qilaman. Üçüncü qadamga balki bundan bir ikkinchilik bir cho'ng bir avval o'tirib qo'yish mumkin. Hatto butun jamoatning ismini yani mushakil e'lon qilish mumkin. Bu bosqich bo'ldi. Allah razı olsun. Bizning ham Uyg'ur xalqi bizlar musulmon emas, ammo diniy saviyam pek yuqori emas. Faqat namoz o'qiydigan saviyam bor deb qarayman. Lekin yaqin men to'liq tekshirib bordim. Fikr payg'ambarlar zalimga qarshi turishda bo'yni kishan so'rayotgan Firavnning zulmini qilgan Yaqub alayhissalomning bolalarga zulmni anglatish va Firavnni siyosiy maydonda sa'atlashtirish, g'ulutish bu harakatlar Musa alayhissalomdan boshlanibdi. İbrahim alayhissalomning o'tishi shunga o'xshaydi ekan. Demak, zolimni xalq oldida sharmanda qilish, siyosiy maydonda g'ulutish. Bu dinimiz bor tartibga. Bizni shunday payg'ambarlar boshliq bilishgan. Demek bizning davoyimiz bugun men chunki bir ayolning eri, bir onaning o'g'li vafoda. Bir qarindoshlarimningki bu mehribon inisi yo aksi. Bu avvaldan o'g'lim nim bo'lsa ham sukut qilish bu bir odamning bir uyg'urlikqa aslo xiyonat deb qarayman. Bu bizning e'tiqodimizga nisbatan bu nifoq deb qarayman buni. Chunki bu yerda misol chet elda turayotgan qarindoshlarimiz va o'zi yaxshi odamlarni taniyman. Ba'zining do'sti o'ldi, ba'zining bir nechta tavsiya lagerda o'lib qoldi. Lekin hech qanday xabar yo'q. Mening qishim o'lib deydi. Ma'nzal nim foydasi bor. Bayan devam etmoqchi, nim foydasi bor deydi. Ve bu nim foydasi bor degan savolga diniy jihatdan payg'ambarning tarjimonini o'qigandiki buni topdim, o'tirib qo'ygan bo'ldim. Ikkinchi bir dunyo reallik bir yuz bergan Alban qarindoshlarimiz ular 90-yillik voqelik ekan. Shular shu zulmni dunyo qanday anglata bu masalada bizning gibi tadqiqotchi bir jamiyatshunos siyosat ustozlarimizning ta'liq qilishiga sunaman bugun. Allah razı olsun. Bana ta'sir qilgani bolalar shu vaqt qanday anglatagan, ular qanday bir bedelga anglatagan deb qarayman. Chunki u chog'da hozirda tor dunyosi bunda tiz emas. Hozirda men hozircha yig'lab bor dunyo butun yer shari anglanda. Balki dunyoda. U qarindoshlar qaysi bedelini to'lab qaz matbuot anlatilgan biz Afrikadagi Saudiya Arabiston, hatto Arab dunyosidagi davlatlar, islom dunyosi qo'zg'alib ketgan chog'da ayollar bosqinchilik qildi degan so'z chiqdi. Deganidek ma'qul. Nima tor dunyosida tiz vaqt emas, bunisi bor. Shuni biz vatanda turib anglaydik. Saudiya Arabistondagi Sirdaryo'niki Sharqiston o'tishdan anglaydik. Demek şu anda Eren'in imamları başka imamlar şu yerge pasport balik Müslümandan berip Alban Müslümanlarından bir set dolaşını tavsiye kıldı. Demek o siyasi tertibim yok bir o nimete şu vakitte. Çünkü tertip yok da onun meselesi. Demek bunu istiğan Garip dünyası yani azıcıkta erkinlik qoğluq sağlayan dünya rehberliğinde olan devletler ciddi yeni bir adalet güçünün dünya paydalı olmasının aldığını için bunu bir akşamda yığın açtı. Şu yığından işte kişilerin rehberlerine kozgatmayıp uğraş başladı. Ve bugün günde ulardan 2014 yılında Muzdebil'e yer bir kez bir yaptım. Şunda tertiplik, şunda adamın ki bir evsine kozgaydıgan bizge ölgü bağladık bir nimede ecikildi olar. Yer bir kez Muzdebil'de okandaşlardan. Allah razı olsun. Sizlerge ben yana söz berime. Sizning so'zlardan men bir narsani oldimki, bugungi chet elda xizmat qilayotgan tarixchilar, statistikchilar va yoki Uyg'ur, ya'ni sosyal bir sosyologlar yoki psixologlar bugun Uyg'ur jamiyatini tadqiq qilaman va Uyg'ur davosini qilaman deyotganlar bu sonliq ma'lumotlarni bir aniqlash, bu tadqiqotga begrek kirish. Buningda masalan hazır şu bazı teşkilatlarımız
Uyg'ur xalqining nüfusini 40 million deb tashviq qilayotganlar bor. 30 million deyotganlar bor, 25 million deyotganlar bor. 20 million deyotganlar bor, masalan. Shundaq hatto bugungi Uyg'ur xalqining nüfusi qanchalik, u turmalardagi uning najiq ishkida turmadiki insonlarning nüfusini sonini bilish uchun xilijiq izlanish lozim bo'ladi. Bugun Sharq Turkiston xalqining nüfusi qanchalik, mayli chet elda bo'lsin, mayli vatanda bo'lsin desa, buningda taq birlikka kelamidik. Aslında birlikka kelsak bo'ladi, Alloh xolisa bu jihatda tashkilot boshliqlariga buni murojaat qilib biz endi sonliq ma'lumot yo'q bo'lgan taqdirdami albatta xamchot hisobida rostchot qilolmasakmi xamchot qilib Uyg'ur xalqining nüfusi mancha milliondan mancha milliongacha degan shu birla sonni dunyodagi har qanday mayli media bo'lsin, gazet bo'lsin, hukumat bo'lsin, biz bu davoni ilib bordigan organlarga bir sonni o'xshagan bir sonni yetkazalsak bu bek yaxshi bo'ladi deyman. Sizning so'zlaridan shu chet elda 500 dan ortiq doktor bor dedik va balkim 300 bor ya 400 bordi. Mulla olim bor, din o'qiganlar. Har xil tadqiqot temasiga kirib turib, shu tadqiqot jihatda qo'ldan kelgan bir shaklda amaliy xizmat qilish degan narsani biz cho'qim ularga tashabbus qilsak bo'ldi ekan degan keldim. Men sizlarga yana so'z beraman inshaalloh. Mukofotni qabul qilganliklari uchun rahmat aytaman va bizningki qarindoshlarimiz yozibdi, 3.5 degan qarindoshlar o'zining nimasini yozib boqsa, men qog'inning hammani men to'liqlayman debdi. Qarindoshimizga yana 500 TL qo'shib 1000 TL mukofot berdiganligimiz uchun yana tashviqot mukofoti bu. Faqat tashviqot sohasida bugun ko'z ko'ringanlik uchun. Shunga bunga kuch qetishni xohlaydigan qarindoshlar inkos orqali yozsin bo'ladi. Chunki mukofot oshkora bo'lsin bo'ladi, ya'ni bu riyo hisoblanmaydi shariatda, islomda. Maxfiy bo'lsin bo'ladi. Masalan, zakatmi oshkora berilsin bo'ladi, maxfiy berilsin bo'ladi, sadaqami shundoq, mukofotmi shundoq, hadiyami shundoq. Biz masalan qarindishimizga hadiyani oshkora bergan bo'ldik. Bu biroz moddiy narsani oshkora bersak bo'ladi, o'zimni qabul qildi. Xalqimizga uni o'rgatish va boshlamchi bo'lish uchun. Shunga inkos qilib yozsanglar bo'ladi. Turkiya tavasida qarindoshlarni bakcha tashabbus qilib ketmayman, ammo Yevropa, Amerika tavasida qarindoshlarni bu mukofot berish faoliyatiningki 500 lira, ya'ni 150 dollar atrofida yevroga selishtirganda 130 euro atrofidagi bir iqtisod. Buni Alloh xolis programma oxirigacha nim qilib olsak, bizning Sutuq Bo'raxon kitobxonasidagi Muhammad Tursun Uyg'urdan shu pulni topshirib olsa bo'ladi qarindoshimiz Abdurahmon Hasan. Biz ikkinchi programmaga uni o'tsak deyman. Shunga Abdurahmon Hasan qarindoshim sizni men yana qaytadan birozdan keyin nimaga chaqirman Alloh xolisa. Bo'ldi. Yana ikkirangi chaqirib sizningki nimangizni, ya'ni tayyorlik qilib kelgan so'zlaringizni olamiz inshaalloh. Aziz do'stlar, bir-birimizni quchoqlashning zamoni, bir-birimizni yaxshi ko'rishning zamoni, eng muhimi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bu so'zga amal qilishning zamoni, Allohdan boshqadan qo'rqmaslikning zamoni, Allohdan qo'rqishning zamoni, erkin fikr qilishning zamoni, erkin qalbimizda bor bo'lgan proje, planni o'tirib qo'yishning zamoni. Uning uchun qarindoshlar erkin bo'linglar, qo'rqmanglar. Lavomat qilguvchilarningki, malomat qilguvchilarningki malomatidan qo'rqmanglar. Wala yakhafuna lawmatal laim. Malomat qilguvchilarning malomatidan qo'rqmaydi ular deb Alloh subhanahu va taolo mu'minlarningki sifatini bayon qilgan. Bugun Uyg'ur qarindoshlik studiyasi tor dunyosida kichik farzandlarimiz uchun tor sinfi yetishni plan qildi. Bugun bu yerda e'lon qildi. Bugundan e'tiboran inshaalloh, ya'ni qo'limizdan kelgan proje bu. Birozdan keyin qarindoshlarning projelarini anglasak yoki inkoslarga yozsak ko'rsak bo'ladi. Ya'ni Yevropada, Amerikada, Avstraliyada,
Meyli Gollandiya, Şivisiye, Kanada, Belgiye, Norvegiya, bunun da ben ismini unutup kalgan nurgun devletli ba, Yaponiya, hemmisi de Uygurlar yaşaydı. Avustralya, Avstriya, Şivisiye, Şivisariya mesela. Uygurlar köp ama ballarını teşkilatlardaki mağarip sınıflarına, ana til mekteplerine, dini yani Kur'an sınıflarına üvetivatkan qarindaşlarning sani az. İmkanның yetişmesi tüpeyli ve coğrafiyalik o'rnininki jiroq bo'lib qilish tüpeyli nurg'un qarindoshlar nim qilmaydi. Gollandiyada bizningki Sharq Turkiston, Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati bor. Bu jamiyatga az sondagi qarindoshlar bolalarni akilishga qodir bo'ladi, qag'illar akilanmaydi. Chunki o'rinmi jiroq ham ishninki bisimi tüpeyli, imkonlarning yer bermasligi tüpeyli. Ama çoğun bolalarimizni bu milliy tilimizde ve dinimizde okutmasak biz Xitoyda assimilyatsiya bo'lib ketmaymiz deb shunga qarshi mujodala qilib turib bizning bolalarimiz tugin arabcha, turkcha, gollandiyacha, inglizcha gap qilib cho'ng bo'lsa, uyg'urcha gap qilolmasa albatta bu biz uchunmi bir nomus bo'ladi. Bu bolalarimiz cho'ng bo'lganda bizdan xafalaydi. Mening ota-onam men uyg'ur tursam bana bu imkoniyatni o'rgatmabdi. Meni ana til maktablariga bermabdi. Meni bir Qur'on savodini chiqarib qo'yishga tirishchanlik ko'rsatmabdi deb bizdan xafalab qoladi. Hatto qiyomat kuni bizning bo'ynimizga isilishi mumkin aziz qarindoshlar. Shuning uchun imkoniyat yer bermagan qarindoshlarga tor dunyosida sinib hozirladik. Bugundan boshlab Yevropa, Amerika ve başka devletlardaki bolalarni torda, internetda Skype orqali olsun, WhatsApp orqali olsun ve ondan başka nurg'unlagan bizningki aloqalashish vositalar bor. Alloh subhanahu va taolo bugungi kunda buniki yo'lni ajoyib ichib ki bugün ilimsiz qolgan inson, bugün kitobsiz qolgan inson, bugün hidoyatsiz qolgan inson, bugün ana tilsiz, bugün Qur'onsiz qolgan inson albatta numus qiysi bo'ladi aziz do'stlarim. Chunki bütün imkoniyatlar bo'lmagan yerda bo'lishga tirishayotimiz. Bolalarni ana tilda o'qitishni maqsad qilgan tor orqali va Qur'on o'qitishni maqsad qilgan qarindoshlar bo'lsa, meningki bu nima? WhatsApp nomerim ekranda yoziliq. Bexatarlik uchun mening nomerimni chiqargan bo'ldik. WhatsAppni qitib, mening buncha balam boti buni o'qitmoq istayman deb qolsa, haqliq shaklda biz İstanbul'da, Kastamonu'da, Konya'da, Ankara'da, bu yerda din o'qiyotgan, til o'qiyotgan, o'qituvchi salohiyati bor qarindoshlar bilan aloqalashib, ularning turmushiga kerakli bir moddiy imkoniyatni yaratib beramiz va bizning bolalarimizni chet elda o'zimizning ona tilini va dinini o'rganishga nisb bo'lgan bo'ldi aziz qarindoshlar. Shuning uchun ekran yüzündeki WhatsApp numarımız arkalık bugundan tortib aloqalashsa bo'ladi aziz qarindoshlarim. İkinci bir mesele Üçerem qarindoshimizdan Allah razı olsun bu mukofot meselesini kuch chiqarman debdi va boshqa qarindoshlar hozirgacha shu Üçerem qarindoshimizdan boshqa qarindoshimiz bu mukofot nimasiga qatilishni herhalde maslahatlashayotgan bo'lishi mumkin. Aziz qarindoshlar, aziz do'stlarim, burunqi darslarda men bir narsani misol qilib bergandim. Men 2000-yildan 2005gacha ichkirda arab tili va Qur'on maktablarida Tungallarninki, ya'ni Qo'yzo millatininki o'qituvchilik qildim. Bu yerda yuzlarcha, hatto minglarcha bolani bu yerda o'qitdik. Shu yerda o'qitish jarayonimizda bir qarindoshimiz maktabga kelib, ba'zida har kuni, ba'zida 2 kunda bir 5 yuan, Xitoy puli 5 yuanni bizning shu maktabdagi kichik bolalarning qo'liga, Uyg'ur bolalarning qo'liga tutqizib qo'yib chiqib ketdi. Bunun bilan keyin do'st bo'ldik, paranglashdik, suhbatlashdik. Bu kishi yo'lda 3 chaqliq velosipedda
gazır satıdığan, yani peles satıdığan bir tungan qarindishimiz ekan. Her günü təxminən 15-20 yuan Xitay puluğa, yani som deyli, som paydalı diken, şu 20 som paydası 5 somunu bizden ballağa ekirip ballağa berdi. 15 som paydasını 5 somunu ballağa ekirip berdi. Yani bir gazırcı, bir dadurcı, bir xasın Xitayca yer mədiki demdik deyimiz. Xitayning qo'lda yashaganligimiz uchun mana bu shunday qiyinchilik tortyapmiz aziz qarindoshlar. Bizning bolalarimiz bu so'zlarni to'g'ri ishlatishni o'rganish uchun qarindoshlarni tashabbus qilaman va qarindoshlardan afo so'rayman. Bir gazir sotadigan, shimishga sotadigan bir qarindoshimiz kunda 15 so'm paydasi 5 so'mini yillarcha bizning qarindoshlarimizga berdi. Bizmi berishni o'rganaylik. Türk xalqi nima uchun Arab bahorida va yoki bu qitimliq cho'ng bir urush, yani O'rta Sharq urushida Türklar bugungacha mazmut tura oladi? Nima uchun bu ching tura oladi? Uningki qurolli qo'shinning kuchliligidimi yoki birlashib olganligidimi, nimaligidan deb men taxmin qilib qarasam, bular intayin bu yordam qilishga amroq millatkin. Türk xalqi, Türkiye Türkleri. Bir adam yardım talep qilsa ma'qul deb berdikan. Kambag'alini berdikan, beyimi berdikan, qo'llaydikan, desteklaydikan. Biz buni o'rganaylik qarindoshlar. Biz Uyg'ur xalqini Xitoy ajoyib psixologiyamizni buzib etdi. İmanimizni buzib etdi. Vijdonimizni buzib etdi. Madaniyat inqilobi degan shu badniyat inqilobida terror harakatida Xitoyninki xalqqa qarta ilib bo'lgan. Bir-birimizga ziyon solishni o'rgatdikki, bir-birimizga foyda berishni o'rgatmadi. Biz shu zamonda cho'ng bo'ldik, shu yerda masalan men Qashqardan kichkimizdan, qo'shnimizning bolasidan foyda olib cho'ng bo'ldik. Mayli qizil nima sotayli, mayli bir narsa sotayli, kichkimizdan pashmat sotayli, halva sotayli, nim qilayli, tijorat qilayli. Qo'shnimizdan foyda olib, og'ayni do'stimizdan foyda olib cho'ng bo'ldik. Bir-birimizdan foyda olsak deydigan manfaatparastlik bizda ig'ir bo'ldi. Ammo qarasak hayot unda emas ekan. Millatlar unda emas ekan. Bir-birimizga foyda berish. Men ammay bu foydani qarshi taraf olsin. Men mush qarshi taraf o'tinib beray. Men yordam qilay deydiganni biz cho'qim o'rganmasak bo'lmaydigan bir qislatgan ne'matgan. Uning uchun Türk xalqidan yenimizdagi bu qarindoshlarimizdan o'rganaylikki, yordam qilishni o'rganaylik. Berishni o'rganaylik. Hammalarning yanchuqida az to'ldim pul bor. Yo'qlarimiz az, qiyinchilik tortyapti. To'rlarga ba'zida doktorxonalarning e'lon chiqyapti, Uyg'ur qarin. Ba'zilarininki ijara to'layotganligimizni e'lon chiqyapti. Bugungi bu faoliyatimizda, erkin fikr faoliyatimizda bundan keyin qandaq bir qarindishimiz qiyinchilik uchqab amaliy isbotlay olsa, unda to'rlarga yozmanglar qarindoshlar. Yozmay cho'nglarga murojaat qilinglar. Cho'nglar bunga yo'l mangsunki, mayli Rabia xonim bo'lsin, mayli Umar Qanot bo'lsin, mayli To'lqin Ayso bo'lsin, mayli Seyit Tomturk apandim bo'lsin, mayli Hidoyatulloh O'g'izxon apandim bo'lsin, mayli Ahmadjon, Mehmetjon, Samatjon kim bo'lsin, dunyoda xizmat qilayotgan cho'nglarimizga murojaat qilaylik. Shaxsan Uyg'ur qarindoshlik studiyasi sizlarningki bu e'lonni taqitishga har qanday bir qiyinchilik tushgan qarindoshlarimizningki nimasini qarindoshlarga yetkazishga bir vosita bo'lishga tirishadi. Biz bir-birimizga yordam qilishni o'rganaylik. In tansurulloha yansurkum deb Alloh subhanahu va taolo oyatdan bizga Allohning diniga yordam bergan vaqtingizda, ya'ni Allohga yordam bersangiz, Allohga degani, Allohning diniga degani, Allohning dini mana biz dunyo, hayot, koinot va insonlar, musulmonlar, mu'minlar, atrofimizdagi insonlar va hayvonlar. Allah dedi ki hayvonlarga ham yordam qilinglar dedi. İnsanlarga ham yordam qilinglar dedi. Mu'minlarga ham yordam qilinglar dedi. Kofirlarga ham yordam qilinglar dedi. Hatto zolimlarga ham yordam qilinglar, ular zulmini to'xtatsin dedi. Ularning zulmini to'xtatishiga yordam. Yordam berishni o'rgangan kuni Turkiya xalqining qutulayotganligini ko'rdim men. İnsanlar qilayotgan yordamidan qarab turib men bular mushuningdan bu urushdan
qutulib, kuchli odat qarab taraqqiy qilayotgan o'xshaydi dedim. Chunki buni misol olmasaqmi nurg'un ishlar yuz berdi. Turkiyada bo'lsin, Turk xalqida bo'lsin. Her zaman bir-biriga yordamchi bo'lganligini oshkorlab keladi. Shuning uchun biz yordam qilishni o'rganaylikki, hadiya qilishni o'rganaylikki, unda piqsiq naiti qo'limiz baxil mandaq adam bo'lib qolmaydi. Alloh baxillarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh hammalardan rozi bo'lsin aziz qarindoshlar. Bugun 3-chi temini deb bo'lgan bo'ldik. Birinchisi Abdurahmon Hasan qarindishimizni mukofotladik. Ikkinchisi internet to'g'ri sinfining ochilganligini e'lon qilgan bo'ldik. Uchinchisi haqiqatan bir yordamchi millat bo'lishga tashabbus qilgan bo'ldik. To'rtinchisi bilan men qarindoshlarga so'zlashish fursatini bersam deyman. Telefon qilsanglar bo'ladi. Hozirgacha menga telefon kelmadi. Erkin fikr qilishni o'rganinglar qarindoshlar. Qanday bir proje bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Undan keyin men yana Abdurahmon Hasan qarindishimizning so'ziga taklif qilaman. Ya'ni plan, proje bo'lib qolsa Uyg'ur qarindoshlik studiyasi qabul qiladi. Taraqqiy qilishga, taraqqiy qildirish uchun bir guruhga quramiz. Har qanday plan projanglar bo'lib qolsa, chet elda yashayotgan muhojir qarindoshlar o'tirib qo'ysanglar, ya dukkan ochaman, ya restoran ochaman, yoki zavod ochaman, yoki korxona ochaman, yoki mandaq tijoratim qilmoqchiman, yoki mandaq tashkilot qurmoqchiman, yoki mandaq bir xizmatni qilmoqchiman degan qarindoshlar biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. O bir masala. Undan keyingi masalalarda Alloh xolisa yana qarindoshlarningki fikri bo'yicha maslahat ilib boramiz. Bir qarindishimiz yozibdi. Qarindishimizni iqtisod jihati mukofotlash albatta sunnat va yaxshi ishdir, ammo qarindishimizning amalini qandoqligini bilmaymiz. Debdi ustiga chiqib qoldi har holda. Biz qarindishimizning alavali bu muhim emas. Albatta 4 nafar qarindishimizga mukofot berishni o'ylashgan vaqtimizda shu qarindoshlarimiz dediki, bizni mukofotlamasa biz sizni mukofotlaylik deganda, mayli mukofotlasanglar mukofotlang dedim. Mukofotlasanglar bo'ladi, men mana ikramda bor. Qanday mukofot bersanglar men qabul qilaman. Chunki Uyg'ur xalqi mukofotlashni o'rganish kerak, hasad qilishni tashlash kerak, ko'tarishni o'rganish kerak, cho'kirishdan saqlanish kerak, uni yo'qotish kerak. Biz cho'kirmayli, ko'tirili. Tillamayli, mukofotlayli. Yelavanmayli, hadiya berayli. Shun qanday hadiya mukofotingiz bo'lsa, qarindishinglar Husayn tajalli. Men bu tayyor bu qarindishimizning iqtisodiy ahvoli yaxshimi, yomonmi deb o'ylashib yurmanglar. Mukofot degan boyg'im berildi, kambag'alligim berildi. Hammasiga bas bo'laveradigan narsa hadiya. Ammo albatta qiyinchilik bor qarindoshlarning masalasini ayrim alohida oldidagi o'ringa qo'yib turib qilamiz. Ammo xalqimizda amaliy bir ishni ro'yobga chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Qarindoshlar yozayotdi, hozirgacha bir plan projeni o'tirib qo'ymadi, telefon qildiganlarmi bo'lmadi. Shu men qarindishimizni yana so'zga olsam, Abdurahmon Hasan qarindishim Abay so'ziniki oxirini davom qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qolgan qarindoshlarning inkoslarning eng yaxshi yozilgan inkoslarini men yana o'qiyman inshaalloh. Rahmat. Turmush ishimda alohida qiyinchilik yo'q. Andaralda yaxshi qo'yib qo'ydimmi? Turmushimda ish bor. Bosh tijorat ishim bo'lmasa-mu ish bor. Rahmat. Lekin men mukofot olganlik uchun chunki bir jamiyat, bir xalq nomidan bo'lgan bir jamiyat bo'lgandan cho'qim buni alohida erishishni qaror qildim. Chunki oxir xalq bor. Har bir tashkilotning, har bir organning oxiri bizning xalqimiz bo'lganlik uchun buni yaxshi bir qaror deb qildim. Shu nuqtadan bu mukofotni qabul qildim. Chunki bu xalqning mukofoti bo'lgan uchun. Iqtisodiy jihatdan boshqa nima qiyinchilik avval yo'q. Hatto shunga chiqqandan keyin Qozog'istondan, balki Hindistondan ingliz yozgan bo'lib, tarjima qilgan bo'ldim bolaga.
Jiqpirmanda avvalroq chiqdi, gammaning rahmat dedim, yaqinlashganda ehtiyojim yo'q. Hatta biz turan puldan keldim bo'ldi. Bunun maqsadim bu emas. İqtisodiy qiyinchilik yo'q deb shularni aytdim. Albatta men iqtisodiy yo'q. Qiyinchilik yo'q. Cebasımızın naqsanı bir kılma. İnşallah yeterlik. Alıyorum ki bizimki ahir kesek. Demek şu Alban Müslümanları şu vaktin kıyım bir adette zulüm belki onun can kan belki egen boşu mümkün şu anlatış. Demek onlar dünyada bir siyasi vaziyet yaratalı. Demek Afrika'daki, Saudi Arabistan'daki, Mısır'daki ana devletinin imamları tabi cemaat fikrini dünya bu yüzde bu bir fikir kozuyal dünyanınki. Basqınç qılayırlıq da. Bizning jo'rganda 2014'da bizni ko'z oldimiz huquqimizni anglab ko'rdi. Qashqariston oydin yerdim mes Ashxonaga bizni yapganda kimin soldurib 3 kun debdan qo'yib qo'ygan har xil gaplarni olgan bo'ldik. Ba'zi oilaning jamoatini bilamiz. Onun ismini oshkorligimiz zaruriyat yo'q. Qaysi bir sonimiz chiqib Alloh rahmat qilsin shu sonimizning yo'qligim bor. Nomini so'rab izlab topdilar. Demak bir haqiqiy bir iymonliq tanishimizga deb qo'shildi. Demak shu zulmning bedliga men degan Alban musulmonlari balkim bizdek ozlik yordam qilishni o'ylayotgan bir alayid bir juqra oldim hozir. Buni tezroq qilib bo'ldi. Demak bizningki bizdan bir haqda ba'zi ustozlarimiz aytganki dunyo bildi, bular sunniy murodini onundan buni ba'zi turning o'rnidan Quruluş lagerinin o'rnidan odam sonini biz tasdiq qila oladi, bizda ish dimsak bo'ldi qaraygan bor. Bu yerda bu haqda bo'lish kerak. Masalan bu bir mening uyimga misol bir zolim tatib oldi yerni. Bu yerni men 5 yil qo'shnilarga shikoyat qilsam, bir kun qo'shnining oldidan men olsam, qo'shni keldi menga zolim uydan chiq, meni uyda ish mumkin. Bu oddiy bir aqlli talab, aqlli bir fikr. Demak mening uyimning bo'lsa, mening ota-onam qo'rilib tugab kelsa, men yo'q tijoratim uchun uxurliq chidab yoki bu yashash bu odamning bir aql to'g'ri bir ish emas deb qarayman. Shunga shu Alban musulmonlarni Alban xalqining o'lgisi hisoblaymiz. Bizning bor nima? Bir bizning hayotimizda yaqin zamon ko'rilgan bir voqelik bo'ldi. Hech qanday kun tartib yo'qda, ya uningga ipak yo'l yo'qda aslida dunyo qisqirgan. Demak, o'sha avvalda o'sha qarindoshlarimiz bugun erkin yashayapti. Bizning filmimiz mana turibmi ko'rsatmaymiz. Jon-jigar bolalarimizni armib yashayapmiz. Shunda turib yana bir xo'rliqni bir anglitishga sarqarayotgan yoki fayzummatda davlatga nisbatan aslida bu diniy ustozlarningki o'tirib qo'ygan fikrini men abim qisqa o'tirib qo'yib qo'ydim. Yana bir yaqinda men buni deb aytay. Bir Qur'on bir oyatni o'qib qoldim. Alloh bizga musulmonlarga rizqni va'da qildi. Nusratni va'da qildi, shon-sharafni va'da qildi. Bir qisqa bir oyatimiz mumkin. Bu men nurvan chekdi, bu bizga odat iymon farzand, bu iymonning ichida cho'qim bizga amal ikkinchi o'ringa, uchinchi o'ringa tizildi. Boshqa amallar birinchi farz iymon. Bu iymonning ichida shu bizning dinimiz to'liq emas bor Qur'onning kelishini. Payg'ambarning oyatini ham siz bor deb qarayman. Demak biz rizqqa iymon keltirgan ustozlik qarindoshlarimiz rizq uchun har qanday xo'rliqchilar ekanmiz, badalchilar ekanmiz. Hatto ota-onamizning o'lib ketgan, kuyib ketgan avval bo'lsa-mu, uni yana rozi bo'lib, rizqimga tijorat ziyon olmasin degan qarash eg'irkim bizda va bu rizq iymon keltirish cho'qir ekan. Bugun nusrat, shon-sharafga iymon keltirish bizda bormi yo'qmi degan bir narsa nurg'un chekdi. Shu vaqtda ustozlarning bir iznib ko'rishni tavsiya qilaman bu ekranda. Chunki meni ko'rdi. Chunki rizq masalan rizq maydoni qo'llangandak biz shu bir haqiqat ustida o'zimizning bir haq bir davosida qo'llanib boqdik. Yoki bunga qo'llangan ideya bormi bizda? Yo bir haq davosida bir o'lim kasini qilib musibat kasini rozi bo'lgandek bizda bir jasorat yoki iymoniy quvvat yo bo'lmasa bir saf uyg'urlik bir qon buzilmagan qon bizda bormi degandek yoki dadimizdan ta'sir etmay onimizdan baqib birindan qanday nim bosh qilgan ekani qog'adimdan biz bu vaqtda ustozning iznishini xalqimizga yo'l ko'rsatishni aslında ko'radigan bo'lgan deyishniki zarurat yo'q deb qarayman. Chunki nurg'un ustozlarimiz aslida 500 doktorimiz arkadaş doktorlar bugungi kunda muhojiratga erkin dunyo xalq nima ish qildi? Bu tashkilotning plani oldi, projesi oldi, uning o'zining tartibi bo'yicha ma'lum. Lekin bizda xalq yo'q. Masalan, men ishgan tashkilot a'zo emas.
ve çıktı hocamdan bir şey çetel tilden birini öğrenip Türk tilini müsamalatma. Mağaşı xalqlar qo'ldan keladigan haq bo'lgan payg'ambarlar qanday haq bo'lgan bo'lsa biz bugungi kunda shunday haq bir insonlar. Chunki u yer vatandagi bizning xalqimiz, bizning ota-onamiz, bizning tuqqanlarimiz, bizning qarindosh, bizning bolalarimiz bo'ladi. Uning da'vosi kim qilib turdi? G'arb dunyosida ben bilmadim o'tirchi, uning biz o'zining obrazini sarlashtirgan bir ish bo'ldi. Cho'qim biz haqdosi biz, oshqin talab qiluvchi odammiz. Biz mening deyalgan odammiz biz. Unda bo'lgan ekan cho'qim biz ortiq Alban qarindoshlarımızdan bir xalqimiz o'rgansak, uning ro'yi bizni ta'sir qilsa deb o'yladik. Lekin vatandagi sans bir masalalarda men yana bir yaqinda Nasihat istiqlolda sansirlik ba'zi ma'lumotlar olishni qilyapman. Lekin biz o'ylayotgan 1 million odam lagerda 1 million emas, 1 million odam mana pasportni qo'yib o'tgan vaqtda ambaqashini bo'lgan. Yani Qashqarga qurilgan bir nim bor. Janubiy Shinjon qo'mondonlik markazida Otnur rayonininki bir Xitoy siyosiy byuroninki odami Qashqar viloyatiga kelib maxsus shu navbatdagi Xi Jinpingning cho'ng sekib ilgirlash nimasiga qarsatqichlar bilan qo'shdi. Bu zarba qo'mondonlik uchun kelgan bir nimasi bor. Qashqarning ismi Qodir Yezdi yo'qolgandir. O'zi yaqinda o'tirib qo'yma. Ve şu vaqtda pasportni qo'yib o'tganda shuni og'zidan chiqqan so'z Guanju'dagi misol shu Kojang darajadagi, aynan shu Jujang darajadagi odamga butun atalmish Shinjongninki nimasi yig'mashgan bir televizor yig'inida o'tirib qo'ygan seni shu anda. Ve meni yana qo'shib ishni taqab urush degan siyosatni yo'l qo'ygan nimalar bor. Bu aqlda bu xalqimizningki qancha million nüfus var, bu sonu bir çıkarsak o'quvchilar, misal to'liqsini bitkazgan yo dashi universitet bitkazgan o'quvchininki yetkazib ketilgan avval qancha sonni egallaydi. Turmadagilar lager masalasi bu oddiy masala emas. Men bunu 4 milliondan men agar shu boshqa organligim dedim, agar jungo chirdigan bir o'mak tashkilotga men chirima. Men aşı apqason, men ba'zi ajvatanda turib bilmaydigan ba'zi turmalarning adresini bilmayman, men boshlab qo'yaman. Tabii yer astına çıkarak üstü kandak bir xalq hükümetin çoğun. Bir yerdeki san 4 milyondan yukarı adam turmadan 2 milyondan çoğun olsa lager 2 milyondan köpeden balık parayla. Bu hafta bizim şu Uygur milletinin Kompartiyanın özü sanap çıkan şu Çigençal san sıfırına asas tutup cemiyet edem kılmavatkan. Mesela Kaşka Yanbazadek bir edem meyleyip bayram bolsan edem patmaydıgan bir Edem patmaydigan, qanday edem üzülmeydigan bir bazarning oldida odam yo'q suratlar ko'ramiz. Bu ekranning oldida. Bu avvalga bir tafsili bizningki tarixchilarimizningki, jamiyatshunoslarimizninki iznib ko'rishni tavsiya qilaman. Qolgan mazlumning jarayonini inshaalloh bundan keyin oldina. Birinchi qadamda boshladim, ikkinchi, uchinchi qadamlari balkim bundan qabat chiqishi mumkin. Olsun, ilmi cihette san sıfırlar bilen to'liq aks ettirib berelirsek inşallah takım bunun tesiri ve güçlü olur deb qarayman. Men Jungo Kompartiyasininki davomli yig'indaygan bir so'zni qisqa bitekda xalqimiz anglaydi, ko'radi buni. Manda bir so'z bor. Har bir qurulda, har bir yig'inning bosh oyoq qistirdigan, balkim bugun kundan chiqadigan so'z. Teşviqatdagi axborot ustunligini yuqori kuch bilan qo'g'daymiz deydigan Jungo Kompartiyasining bir shuari bor. Bu shuarnimi bizning chet eldagi muhojir ustozlarimiz, qarindoshlarimizdan o'ylanib ko'rishimiz kerak. Chunki bu degan gap har qanday vaqtda biz o'zimizning gap qilish o'rnini qo'g'daymiz degan gap. Boshqadan gap qilmaydigan, faqat kompartiyaga gap qilgan bir so'z. Uyg'urcha tushuntirganda demek bu xil avvalda Jungodan axborot chiqmaydi qarindishim. Bu sonliq sıfırlık cho'qim bu narsani kompartiya mag'lub bo'lgan chog'da sanala emas. Hayron qilish mumkin chog'da. Balkim 10 million bo'lishi mumkin, 6-7 million bo'lishi mumkin. Chunki men 2014-2017 diqqat qilib kelgan sanalgan turmalarni chiqardim, bir nechasini. Aniga men yakanninki yana bir nobosini deb beray. 2014 yaki vaqas bo'lgandan keyin
Hozirgi yakanning shujisi Vangjagan efendimning bir so'zlagan bir mishada shohid bor, menga yetkazgan İstanbul'da. 1 milyon 300 ming nüfus var yakan nayisiniki. Bu yakın san. Bu sanımda bir nayinin gibi. Anki Pezvat nayisiniki 2003'te bir nimkan san 470 ming degan bir son var. O'zi e'lon qilgan. Anandaki saqchiqonlarninki peyso demziyada saqchiqonlarninki o'zining nopozini qo'shash yoki bir saqchi boshliqlarninki nopozini jamiyatga shu yuqoridan bekitib bergan sonni deydi, o'zining nopozini qo'shib son qo'shash huquqi yo'q. Hozir qadar. Bu sistemalarni bir ta'liqdan avvalda yana bizning tarixga shu kompetentni ichigancha sanalgan sondan asosib turib, bu Uyg'ur farzandlar baxt deb bilgan bir millatning nopos ko'payim, nima uchun ko'payimda? Bu millat tug'madimi, to'y qilmadimi? Misol men dadamni desam, dadamniki misol qilsam, men dadamdan biz 50 ga yaqin avlod bor, kelin nevara bo'lib. Bir dadamdan. Dadam hayot. Lek bu bir nopos statistik nimasini yana taxmin qilish to'g'ri keldi. Yana tahlildan chiqarganni vaqtda qarayman. Bu Allah razı olsun. Mesela masxan meselesine 1 milyon, 2 milyon degan adamın meningki qishqim olishgan bir son. Çünkü selvetken lagerlarninki mesela bir keneti bak, keneti unutib qolmagan bo'lsa, vatandan chiqqan qancha bilmayman. Mesela bir Gonş deymiz, Gonş'un 18-20 dadi var. Şu dayının birisi kenetemde. Belki çoğun kenetlerde lager selekler. Ben şu an ben tutduğumuz mesela 2015-2016 selep tükezip koydu. Neyim kılgan bunda hocamız bilmedik. Göz aldığımız bitken. Yarası var, yanımız bir şey var. Bir kenet sağanını ben biz gözümüze görebildik. Bunu sansıpırlık Allah razı olsun kırındışım. Ben yana ahırda sözlerini alamam. Vaktimiz kıstap kelavatıdı. Ben birazdan keyin en ahırki sözlerini ilip programını ayaklaştırma. Çünkü bugünkü programma biraz kıskırak buludu inşallah. Yani bu Abdurrahman Esen kardeşimizle mükaffatlaş faaliyetiga bugün 3 erem degan kardeşimiz bilen ben katnaşkan buldum. Kağallı asasiyeti imkas bölümüydü. Demek ki inşallah bu milletin içinden çıkkeden bolsumu çıktı. Bir insanın mükafatlaşını bildi Allah'dan. Onundan başka ben devamlı oylayman da bu erkin fikir, erkin sohbet faaliyeti ilip basak çokum kıyırındaşlar fikir degenini yezip plan proje degenini oturup koyup telefon degenini kılıp telefonumni itirdi dep oylasam hazırgacha bir mi kıyırındışım manda bir fikirim var dep telefon qilib bakmadı. Demek ki Xitoyninki bizni ne kadar nima deymiz, psixologiyamizni buzib etganligini derak berdi, ammo menga har qatim programma qilgandan keyin nurg'un tanqid keladi, nurg'un haqorat keladi, nurg'un gap so'zlar keladi, destakmi keladi ancha-muncha rahmatlar. Duo qilganlar bo'ladi, ammo davomli quloq deyman, naq maydonda telefon qilinglar, naq maydonda fikr qilinglar, qo'rqmanglar. Xitoydan qo'rqmaslikni hamda o'rganyapmiz. Mendan qo'rqmanglar, men Uyg'ur chunki Uyg'urdan hech kim qo'rqmaydi. Desammi, mana hozirgacha hech kim qo'rqmay qilmadi. Demakki Xitoy bizningki psixologiyamizni buzdi, fikr qilishimizni buzdi, erkin holat nim qilishimizni buzdi. Bu amaliyat bu. İnşallah bundan keyin o'ngishilib ketamiz, Alloh xolisa. Eng oxirgi bugünkü qarindoshlarga bo'lgan erkin fikir, erkin sohbet faoliyatida men qarindoshlarga bir projeni, bir fikrni ko'rsataman. Ya'ni Turkiyada qarindoshlarimiz nihoyatda nim qilyapti deb hisobda. Nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlarimiz iqtisodiy jihatdan qiynalib bor. Har xil ish masalasida qiyinchilik chiqarayotganlar bor, ayrim yozayotganlar bor. Mana bu jihatda shuning uchun hammalarga o'rtaqlar, har biringlarga ayrim men javob qilib bo'lolmaydi ekanman. Shundaq erkin fikr, erkin sohbet faoliyatimiz davomli bo'lib turdi. Bundan keyin shu yerda o'tirib qo'yma, Türk tashkilotlari bilan zich hamkorlashish. Ya'ni tashkilotlanish avval, tashkilotlanib bo'lgandan keyin Türk tashkilotlari bilan zich hamkorlasak inshaalloh Türk tashkilotlari bizga bo'lib shu
Uyg'urlarga rag'bat berish, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsinmi, yordam qilishga bek amroq turk tashkilotlar. Uning uchun shu Uyg'urlarniki, bularni Turkiya tavasi Uyg'urlarniki turk tashkilotlari bilan zich ittifoq qurishga albatta tashabbus qilaman. Chunki 3-4 kundan oldin men bu yerdagi bir tashkilotga bordim, IHH degan tashkilotga. İstanbul'da qiyinchiligi bor qarindoshlarningki qiyinchiligini hal qilish maqsadida bordim. Borsam ko'pincha iqtisodiy yordamningki Turkiyadan kelganligini, bu yana aylanib, uningdan keyin dunyoning boshqa yerga borganligini degan bo'ldi. Ya'ni Turkiyada Afrikadagi davlatlar masalan Arakan, Filistin, Iroq, Suriya nurg'un davlatlarga Turkiyadan har kuni minglarcha telelik va yoki moddiy buyumlar mangadigan qarindoshlar. Ammo Uyg'ur xalqi bugun biz gadinimizni chiqarib, biz yordamga muhtoj emas, biz kambag'al emas, biz faqir emas, biz jinimizni boqolmaydigan holatga tushib qolmadik deyishimiz mumkin. Ammo bu butunlay bir xato kiyib olgan chapanga o'xshaydigan bir gap. Biz haqiqatan mushkulotlarimiz bor. Bo'libmi Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropadagilarning qiyinchilik bo'lmasimi? Abay qarindishimiz inkos qilibdi. Biz bu qarindoshimizni mukofotlayotgan bilan zakot olmayotgan qarindoshlarimiz bor İstanbulda debdi. Ularga yordam qilayli. Birini birga aralashtirib bo'lmaydi. Bizga ma'lum qilsa bo'ladi. Qiyinchiliklar oldimizda bor. Bu qiyinchiliklarni tugatishninki usullari bor. Buni izlab topishimiz kerak. Bir usuli Türk tashkilotlari bilan yaqindan do'st bo'lish lozim. Bular bilan jiddiy aloqaga kirish lozim. Uningdan boshqa biz shaxsan men bir diniy o'qigan bir talib bo'lash suhbatim bilan bu dindor va yana din o'qigan talib qarindoshlarimizga shuni ko'rsatsam, bir fikr taklif bumi. Ramazon oyi kelyotdi. Ramazon oyida Türk camilarda xatm o'qiydigan camilar bor, xatm o'qimaydigan camilar bor. Xatm o'qiydiganlari chet eldan qorilarni taklif qilib keldi. Indoneziya, Malayziya, Saudiya Arabiston, Kuveyt, Qatar qorilarni kelib bularga bir yil yetkidek, hatto ba'zilariga shunday maosh tushdi. Jamoatdan yig'ib turdi degandek masalan. Maqsad bu yerda iqtisod emas. Faqat biz chiqish yo'l izlash uchun hamma narsani o'rtaq so'zlashimiz kerakki, bizning qorilarimiz jiq. Dunyodagi Qur'onni güzel o'qiydigan qorilardan qilishmoqda qorilarimiz bor. Bularni jamilar bilan jiddiy izlanib hozirdan boshlab bu jamilarda tarovih namozlarini o'qishni deyishadigan bo'lsa, inshaalloh biri Uyg'ur xalqininki naqadar o'qiydiganligini, Qur'onni güzel o'qiydiganligini, dindor bir xalq ekanligini, ilmdor bir xalq ekanligini ularni ko'rsinki, diqqatini chekayli. Ikkinchisi shu jamoatning namozning to'g'ri, taqvo holatda ilib berilishiga sababchi bo'layli. Uchinchisi o'zimizning hech bo'lmaganda insonlar bilan birlikda barobar sotsial bir hayotni qurishga yordami bo'lsin. Shuning uchun Turkiyadagi qori qarindoshlar, hafiz qarindoshlarning umumyuzlik masjidlar bilan deyishib, tarovih namozini hamma masjidlarda Sharqiy Turkistonlik bir Uyg'ur turki qarindishimizningki o'qib berishini tashabbus qilaman va bu fikrni ko'rsataman. Har tarafdan bizga bir qancha tarafdan bizga yaxshilik olib keladi, dunyoligimiz va oxiratlik tarafdan. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Meningki bugungi oxirdagi fikrim, tashabbusim mishada oyoqlashdi. Bugun 3-4 xil narsani o'tirib qo'ygan bo'ldik. İnternet kursimiz bugundan tortib boshlandi. Avval bolasini o'qitishni xohlaydiganlar men bilan aloqalashsa bo'ldi internet orqali. Undan keyin men bularga dars beradigan o'qituvchilarni tepib, ularga maoshliq, haqliq shaklda bir kursni hozirlashga tirishimiz, aziz do'stlar. Albatta bugun taraf-tarafdan telefon kelib, mening fikrlarimni bir yerda qilib, qarindoshlarning fikrini deyishimiz deb o'ylagandim, ammo unda bo'lmadi. Ba'zi qarindoshlar fikr yozibdi, bir jurnal chiqargan bo'lsak chet elda debdi, Alloh rozi bo'lsin.
Chet elda bir qancha jurnal bor. Bularningki jurnallarning tashviq qilinishi toza yaxshi bo'lmaganligi uchun nurg'un muhojir qarindoshlar bilmaydi. Masalan, Saudiya Arabistondan chiqadigan Ma'rifat jurnali bor. Turkiyada besiladi deb o'ylayman. Bu jurnallarmi Yevropaga keladi. Undan keyin O'rta Osiyoda besilayotgan jurnallar bor. Bularmi bor. Undan boshqa o'zimiz jurnal chiqarsak bo'ladi. Undan boshqa bir qarindoshimiz bir fikrni inkos qilib yozibdi. Bir iqtisodiy fond qursak deb. Buningga Alloh xolisa oldimizgi kunlarda ba'zi tashkilotlar tayyorlik qilyapti. Inshaalloh oldimizgi zamonlarda butun Uyg'ur xalqininki mablag'i bo'lgan yoki bedel puli bo'lgan shu pulni topshirib olib, mana shundaq zakot olinmagan, ana shundaq uylarning ijarasini chiqarilmagan, turibla ba'zi qarindoshlarimizning bolalarini davolayolmaydigan, iqtisodga majbur bo'lib qolgan holatlar yuz beryapti. Bularni ko'rib turibmiz. Bularningki jiddiy ehtiyojini qamdaydigan mana shundaq holatlarda bir iqtisodiy manbaimizningki bo'lish uchun tayyorlik qilayotgan tashkilotlar bor. Hem her eden tayyorlik qilsa bo'ladi buningga, tashkilotlansak bo'ladi. Qo'limizdan kelsa birlikda sayrasak bo'ladi. Hammaylar o'zimizning ovozini chiqarsak bo'ladi. Qancha ko'p chiqsak shuncha yaxshi. Albatta bir qancha tashkilotning uyushib bo'lishi bizningki parchalanganligimizni ko'rsatmaydi. Tashkilot ko'p bo'lsa-mu, ammo fikr bir bo'lsa, düşmanımız Xitoy bo'lsa, vatanimiz Sharq Turkiston bo'lsa, mana mush ittifoqlikdan iborat qarindoshlar. Cho'qim dunyoda birli tashkilot bo'lish degan gap Xitoy Jungo Kommunistik partiyasining ideyasi. Buning uchun biz o fikrni shaxsan men o fikrni yoqlamayman. Tashkilotlar ko'p bo'lsa-mu, hamkorlashsak bo'ladi. Bugun Gollandiyada 4-5 tane tashkilot bor. Bugun men mush Gollandiyani misol qilib bersam qarindoshlar. Gollandiyada Yevropa Sharq Turkiston ma'rif tashkiloti bor. Uyg'ur birligi tashkiloti bor. Gollandiya yoshlar jamoati bor. Va Uyg'ur Nida studiyasi Gollandiyada qurilgan. Ya'ni bugun anglayotgan Nida radiosiningki markazi Gollandiyada. Bundan boshqa Uyg'ur qarindoshlik studiyasi bugun Uyg'ur qarindoshlik jamiyati nomida yangilanib qurilib chiqdi. İnşallah qarindoshlarningki barabar hamkorlashgan shaklda bir-birimizga yordamlashgan shaklda bu tashkilotlarni taraqqiy qildirsak deyman. Ammo Gollandiyada bugun yoshlar jamoati Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining zalida yig'nashadi. Nida radiosiningki ishlar chiqib qolsin shu yerda ochamiz. Uyg'ur birlik tashkiloti bilan namoyishni birga qilamiz. Uyg'ur qarindoshlik studiyasi zodi bu 4 tashkilotning tashviqotini qilyapti masalan. Bu tashkilotlar emas, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, Surgun hukumat bo'lsin, Uyg'ur akademiyasi bo'lsin, mayli ma'rif tashkilotlari bo'lsin, Seyitun Turkabandining tashkiloti bo'lsin, bütün tashkilotlarningki o'rtaq ishini qilyapmiz. Bizmi bir jamoat, bizim bir tashkilot masalan. Bu yerdagi masala tashkilotlarning ko'p bo'lishi emas, birlikda ish qilishi. Bugun Gollandiya mana shuni amalga oshirdi. Gollandiyada bütün ziddiyat tugadi inshaalloh bundan keyin chiqmaydi deb o'ylaymiz. Tashkilotlar kanatlendi. Bir-birimizga ehtiyojimiz tushsa darhol qilishimiz. Bir tashkilotga qarshi chiqish u yoqda tursin, bir-birimiz bilan hamkorlashib ish qilyapmiz bugungacha aziz qarindoshlar. Buning uchun kallamizdagi hamma Uyg'ur birli tashkilot bo'lish kerak, hamma Uyg'ur birli partiya bo'lish kerak deydigan narsani shaxsiy mening fikrimda unda qarab olmaylikki, hammaylar ittifoq va hamkorlashgan shaklda ish olib borsak cho'qim yaxshi bo'ladi deb qarayman. Alloh menga rozi bo'lsin. Oxirida men Abdurahmon Hasan qarindoshimning so'zini ilib o'tgandan keyin programmani taqayman. U vaqtcha telefon qiladigan va yoki imkon yozgan qarindoshlar chiqmasa, suhbatimiz oyoqlashadi. Oxirgi so'zingizni olay qarindosh. Oxirgi qarindoshlarımızga müşahidimde Peyvizdirana sözleşikini davatman zulümün baş kılıç doğrusunda devam teşebbüs kılıyorum. Çünkü bu zulüm biz tutuğuna to'xtab qolmaydi. Çünkü vatandagi 3-4 milyon odamni birga qochilab, buni xo'rlab, oldi o'lib chiqib, misol keynini qo'yib bir qo'lami hech qanday degan bu qarashga men qat'iy ishonmayman.
Çünkü bir müşkünü adam rüya geçirip, horlap, ya koyun değnek, vurup kışnap kıysa aşu cenida adam ya işleydi ya özünü vurup, özünü alakıldı, özünü alakıldı. Direkt o bir koyunu ya müşkünü geçirip horlap, talağa koyup bergenlik, onu yollasılıp koyup bergenlik olur. Demek bu adamını ciddi müşkünüge muhaciretteki barlık kırındaşlarımız neyle şəxslər olsun, təşkilatlar olsun, zulüm məsələsini altışda avangard olsaq, inşallah Alban qardaşlarımızın ki, erişkən aşırı siyasi, yaratqan siyasi vəziyyətin bizim yaratalarımızı qarayına. Çünki biz əxta bu yolda. Çünki biz Allah'ın rızkı bir halıqı iman kəltüygen, şan-şirab, nusret bir halıqı iman kəltüygen, tarihi bir fırsat kilovatqan bir vəziyyət bizə Uyğur bahar kəldə qarayına mən. Muş fırsatda biz ömrümüz zalimden karşı durup bu bir hep dava salahiyetimizden bir zulümünü paş kılıp bir halkaralık bir vaziyet. Yartalı halkıma işinime çünkü bu da meninki hemen bir şahsi olsam o muhtemelen şikayetinde mesela Hindistan'dan sadal gelebildik. Rusya'da karındaş misal kozuluk Rusya Rus pasportu ağın Rusya davası yaşamak var. Şu kardeşlerimizde hemen neymiş kılma kardeşim. Biz yanımızda her zaman biz sizinle neyle kıyın günde yakış günde de biz anlaştık. Düşünsek değil. Allah razı olsun. Gayet bir sadağı geldim de. Demek ki bizimki yanın halkımızga ustazlığımız değilinin rızk kanda, rızk meydanında, kanda çarçıgan bolsak, kanda horlangan bolsak, rızk meydanında. Şu Allah'ın bir nusret bilgan, şan-şirab bilgan meydanı bu. Şu rızk sebep oluşuna ve rızk iman keltirgendik şu şan-şirab nusretga iman keltirishni talab qilma, arzu qilma. Balkim gapimiz qattiq qo'l ketgan bo'lishi mumkin, o'zimni ta'sir qiladi. Allah razı olsun kardeşim. Qarindoshlarimiz İnşallah kelgusi zamanlarda biz bu Uyg'ur xalqining ichidan chiqqan har qanday bir qahramon, aktivist va yoki xizmat qilishni xohlagan qarindoshlarning hammani ekranga chiqarishga shaxsan bizningki qarindoshlik studiyasi Allah nasib qilsa albatta, chunki Xitoyninki hujumi yaqindan beri chinglishyotdi. Balkim taqotishi mumkin studiyalarimizni. Yani internet dünyasını taqotishi mumkin. Shuna bo'lsin biz qo'limizdan kelishicha inshaalloh buni ilib mengishga erishimiz. Shu qarindoshlarga davomliq meningki suhbatimizdan bahrilanlar deyishimdagi bir sabab tuyuqsiz taqotishi mumkin Skype'ni bizning Facebook adresimizni. Uning uchun bu bir ne'mat bo'lib qolsin deb davomliq ham bahrilan deyishimdagi sabablarning birisi shu. Bizning qarindishimizdan, hemşehrimizden Rabia Davud degan qarindishimiz men Abdurrahman Hasan qarindishimni 200 lira bilan mukofotlayman debdi. Undan boshqa Fatma Ali degan qarindishimiz men 10 TL bilan mukofotlayman debdi. 210 TL mukofot keldi. Shuning bilan studiyoningki mukofot bilan 710 TL ve 3 yarim qarindishimiz qog'ini men chiqirman dedi. Demek bizimki bu mukofotlash dersi, mukofotlash amaliyati, Allah'ın sünneti, Peygamberinin sünneti bugün ro'yobga chiqdi inşallah. Demek xalqimizning ichidan bir-birimizni mukofotlashni bildiganlar borkan, Allah subhanahu va taolo davomli chiqarib bersin. Bundan keyin tajalli mukofot fondiga erişidigan qarindoshlarning ko'p chiqarib bersin. Bu mukofotni beradigan qarindoshlarning ko'p chiqarib bersin. Shuning bilan bugun hammanglarga rahmat aytaman. Fatma Ali qarindishimiz bilan Rabia Davud qarindishimizga rahmat aytaman. 3 yarim qarindishimizga rahmat aytaman. Bu faoliyatimizga qatnashib berganlik uchun. Agar boshqa bir alohida inkas yoki telefon bo'lmasa ben ikramni taqayman aziz do'stlarim. Allah hammadan razı olsun. Allah subhanahu va taolo qisqa bir duo bilan bu programmamizni oyoqlashtiraylik. Vatanimiz Sharq Turkistonda zulmda qolgan, turmalarda so'z qilishdan cheklangan, fikr qilishdan cheklangan
maddi manevi bütün erkinlikleri koldan ilingan aşu qarindoshlarimizni Allah subhanahu va taolo bizning qo'limiz orqali ozod bo'lishga nasib qilsin, ozod qilishga nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo duolarimizni ijobat qilg'ay, ibodatlarimizni maqbul qilg'ay, tenimizni salomat qilg'ay, ishlarimizga utuqliq bergay, tijoratlarimizga rivojlik ato qilg'ay. Bizni bir niyat, bir maqsadda birlashib, bütün tashkilot boshliqlari, siyosiylar, liderlar, akademiklar, doktorlar, olimlar, ustozlar bu Xitoy tajovuzchilariga qarshi bir niyat, bir maqsadda bir yandan qo'l chiqarib, bir yoqdan bosh chiqarib, hammaylar o'rtaq shaklda chet eldagi mavjudiyatimizni qo'g'dab qilish uchun mujodala qilishimizga Allah subhanahu va taolo bizning oxiratimiz bo'lib bergay, bizga kuch-quvvat bergay, qadamlarimizni jang maydonlarida mustahkam qilg'ay inshaalloh. Va oxirida unutib qolmayday, bugun o'tgan qitimda Afrin munosabati bilan ularni desteklash uchun, ya'ni Afrinda turklarga qarshi Xitoy militantlarga, Xitoy askarlariga qarshi chiqishimizni bildirish uchun u yerga borgan hamshirlarni qanday qilaman tabriklayman. Hamshirlarimiz boshlab berdi. Ayollar Hatay degan shaharga berib o'zining ovozini anglatdi. Men bu fikran orqali Uyg'ur xalqiga yetkazadigan bo'lsam-mu, imkoniyatim bo'lmay qoldi. Undan keyin tunugim bugunlardan Hatayga berib shu askarlarga destek bo'lish uchun borgan bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz, ya'ni Xitoylar bugun Suriyada Xitoyning bir qism askarlari Turkiyaga qarshi urush qilyapti. Va kommunist ideyasidagi insonlar urush qilyapti. Bizning qarindoshlarimiz destek bo'lish uchun, ularga ma'naviy destek bo'lish uchun borganligiga, u yerda jafo chekkanligiga rahmat aytaman aziz do'stlar. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Programmamiz mishada yolishdi. Oldimizdagi kunlarda yangi suhbatlar bilan sizlar bilan yuz ko'rishimiz hammani Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.